Salom hammaga, sizlar bilan Fozilxon. Bu bir yilda bir marta sodir bo'ldi va nihoyat Real Madrid yutdi va oldingidaqa urush bo'lib ketdi. Terma jamoadagi raqobatchisi Viniciusga qarshi tasavvur qiling. Hamma xursand bo'lyapti. Ochkolardagi farqni 5 taga yetkazdi. Barselona chempionat bo'yicha remontadaga kirishadi. Barsaga alam qilgan bo'lsa kerak. To'qnashuvda Real ustun keldi, lekin hali qarama-qarshilik, raqobat va urush davom etadi.